Assalomu alaykum. Men Wednesday bichishim kerak edi. Shuning uchun rulondan kerakli qavatlarimni hammasini bichib oldim. Mana 3 ta qavat bo'ladi. Xo'p, endi mashinani nastroyka qilishim kerak. Tez tikkanimda, ammo bolalar teganda rosa nastroykalar o'ynab ketibdi. Ish jarayonida yana bitta to'g'irlab oldim. Xo'p, boshlayman. Hamma yonchoqlarni zakrutkada ulab chiqib olaman. Nimaga zakrutkada? Tovarni vida yaxshi bo'ladi. Mashinada tiksam уже более очень ko'rinadi. Xo'p, sразу musorlarni ham tikib olib tashlashim kerak. A to bu ham meni vaqtimni oladi. Ish ko'p, svet tez ketyapti. Keyin kilometr fatin poloskalarni hammasini zakrutka qilib chiqishim kerak. Tepasi и pasini. Juda uzoq va kropotливая работа. И yaqinda menga ipchilar pedal berib qolsa kerak, chunki rosa ko'p ip ketadi. To'qchilarga endi bilmayman, medal berishmayapti. Faqat men olib ketaman. Mana obdon zakrutka chiqaman, mana ko'ryapsizlar. Mashina ham mana rosa charchaymiz bu jarayonda. Endi bo'ldi, mashinaga lapka qo'yaman, zborkani o'zini lapkasini. И mana bu yelkasida bo'ladigan pirpiraga, ko'pchilik varvaraga ham derkan, 3 qavat fatinni zakrutkaga qilinganini eng mayda ishi mana shu. Qavatiga to'g'ri qo'yib, maydalab tikib chiqamiz burmaga. Mashinani yig'ib olganimdan keyin sekin javlon urib etagiga o'taman. Etagida biroz osonroq, chunki bir qavatdan tikkanim uchun. Mana ko'rasizlar, mayda ishligi bilinib turibdi. Mana etaklarni ham qoldim. Endi shu javlon urib yubkasiga yig'ib olsam, bu yog'i marra menga keyin bir pasda bitadi.